Shu $100 sizga bo'ldi. Biz Pepsi vodidadanmiz. Qaysi kanalga obuna bo'lgansiz? Pepsidan. Instagramga obuna bo'ldim. YouTube bilan Telegramgacha. Telegramga obuna bo'lgan ekanlar. Ko'rinyapti. Oh, qaranglar. Instagramga ham obuna bo'lgan ekanlar. Bitta qoldi, YouTube'ga qoldi. Sevaringiz bilan boshlig'i? Oh, boshlig'i bugun bayram. Tizzaboy yebicha. Bunisi ham obuna bo'lgan ekanlar. Hozir tekshirib chiqdik. Xo'p, siz nima deb so'ragandingiz? Akam dollar yutib olsa deb duo qilib qo'yganini bo'pti. Malol. Duolaringiz ijobat bo'ldi. Uchala kanalga ham obuna bo'lgan ekanlar. Ko'rdilar, hammasi haqqoniy va почестный bo'lyapti. Bizda shunaqa insondan 10 ta bo'lsa, 10 ta insonga ham hadya qilib xursand qila olamiz. Qarang, shu $100 sizga bo'ldi. Bitta tekshirib ko'rib olinglar. Shunaqa. Malol. Yaxshi kunlarga ishlatinglar, sog' bo'linglar. Haqqoniy aka. Alloh akbar. Ilohim aytganingiz kelsin, bu ham sizga qolgan qarindoshlarga ham berib qo'yasiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.